Meni de aytgan edim, mening ko'nglimni burishib turadigan shunday birlar bor deb deyman. Ramazon oyi bo'lg'achdan endi men aytmoqchi turdim, birsini aytganda, bu endi bilasiz narsa qo'g'ilishlar, mana bizning ijodkor do'stlarimizning bir-birini hurmat etmay o'tirganda aytasan deya. Ne uchun deganda mana hatto shu ovullarda konsertlarni qo'yamiz, bu endi rayon, shahar konsertlari bo'yicha tugul so'z. Ovul konsertlari bo'yicha, ovul konsertlarida bitinganda xomashlik bir tomosha she'riy konsertlar aynan. Hammani masalan qo'yasan konsertni, сөйләшәсең, 2 oy oldin сөйләшәсең bitingdaymi bu konsertlar. Bilib turasың, anda bir kimda yo'q, alamda bu masalan naq shu uchrab bo'ldi masalan men yanvar oyida сөйләшib qo'ydik. Fevral oyida konsertimiz bor edi, mart oyida uraza, Ramazon oyi biz aytamiz, yarar konsertga bormaymiz, aprel oyida men сөйләшib qo'ydim aynan. Ham narsa kishilar, bizning kishilar kelalarda qadr kishilar artistlarning shunday odatlari bor, kelalarda sening oldingga konsert qo'yalar. No, ovulda bitingda bütün kishiga xomashlik buruk tomosha she'riy, buruk tomosha she'riy. Shunga ko'ra bu motor ayber tugul. Kimning onun har bir kishining bitingda bu birinchi birga taqdir tugul hatta. Bu birinchi taqdirlar. Bu gil mendan tugul. Bu bir artistlarda bo'la turadi. Ne bu ko'ngilni burishtiran. Artistlar birsin-birsi hurmat etarga uylansinlar deb aytasi kelaminim. Bu motor ko'rinish tugul. Bu bir-birini hurmat etmoq. Mana mening shu turda aytasim kelaydi. Aytdim. Şöyle diyeyim öyle. Men anlayışım skandalli kişiler tugul men ayme. Lekin motor tugul, alaytırıp kişilerge kerek tugul. Alay yaramay alaytırıp kişilerge. Bir-birimizni biz hurmat etebilirge tiyishmiz.